Andijon tumani Bo'taqoraga qurilgan metin pechlarini ko'rib o'tamiz. Bu qurilgan modellar Polygon plus panel modeli bo'lib, ikki xona uyda bemalol isitadi. Bu pechni orqa tomoni, bu old tomoni bo'lib, yoqilg'isi o'tin, ko'mir, gaz, isitish maydoni esa 140 kub metr yoki 4-6 metrli ikkita xona. Bu xona 4 ga 5 metr ekan. Bu pechkani orqa tomoni ham 4 ga 5 metr. Endi ikkinchi xonaga kiramiz. Yana bir Polygon plus panel modeli qurilgan xonaga. Bu xonani ham o'lchami bir xil, 4 ga 5 metr. Bu pechni oldi tomoni. Endi orqa tomonini ko'rsatamiz. Bu orqa tomoni bo'lib, bu xona ham 4 ga 5 metr ekan. 2 yil kafolat beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.